Saudiya Arabistoni bugun nafaqat neft bilan, balki harbiy qudrat bilan ham Yaqin Sharqdagi eng qo'rqinchli davlatlardan biri hisoblanadi. Chunki bu mamlakat o'nlab yillar davomida dunyoning eng ilg'or qurol tizimlarini sotib oldi. Ularni real urushlar sharoitida sinovdan o'tkazdi. Saudiya armiyasining kuchi shundaki, u texnologiya, son va moliyaviy imkoniyatlarni birlashtira olgan kam sonli davlatlar qatoriga kiradi. Bugun Saudiya qurolligi qanday qurollarga ega ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Videoni boshlashdan avval kanalga obuna bo'lish va like bosishni unutmang. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Saudiya qudratining markazida F-15SA qiruvchi samolyotlari turadi. Chunki aynan shu samolyotlar Saudiya havo hududini himoyalash va uzoq masofadagi nishonlarga zarba berish uchun asosiy vosita hisoblanadi. F-15SA oddiy qiruvchi emas, u zamonaviy radarlar, elektron urush tizimlari va yuqori aniqlikdagi radarlar bilan jihozlangan bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta havo va yer nishonlariga hujum qila oladi. Eng muhimi, bu samolyotlar Saudiya Arabistoniga havo ustunligini saqlab turish imkonini beradi. Bu esa har qanday urushda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Havo hujumidan himoya masalasida esa Amerikaning Patriot tizimlari Saudiya xavfsizligining birinchi qalqoni sanaladi. Bu tizimlar ballistik va qanotli raketalarni parvoz vaqtida aniqlab, ularni havoda yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Saudiya Arabistoni raketa hujumiga eng ko'p duch kelgan davlatlardan biri bo'lgani uchun Patriot tizimlari real jangovar sharoitda sinovdan o'tgan va mamlakat osmonini doimiy nazorat ostida ushlab turadi. Patriotdan keyingi darajada TAT raketalarga qarshi mudofaa tizimlari turadi. Bu tizim Saudiyani mintaqadagi eng kuchli raketalarga qarshi himoya egalaridan biriga aylantiradi. TATning asosiy ustunligi shundaki, u raketalarni balandlikda, hatto atmosferadan chiqish bosqichidayoq yo'q qila oladi. Bu esa dushmanning strategik raketalarini nishonga yetib kelmasidan avval yo'q qilish imkonini beradi. Quruqlikdagi kuchlar haqida gap ketganida, Abrams asosiy jangovar tanklari Saudiya armiyasining eng xavfli qurollaridan biri hisoblanadi. Bu tanklar kuchli himoya, halokatli to'p va zamonaviy terminal ko'rish tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, ochiq cho'l hududlarida dushman texnikasini uzoq masofadan yo'q qilish imkoniyatiga ega. Saudiya sharoitida Abrams tanklari tezkor va kuchli birlashgan haqiqiy zirhli musht vazifasini bajaradi. Havo va yer o'rtasidagi ko'prik vazifasini esa Apache jangovar vertolyotlari bajaradi. Bu vertolyotlar past balandliklarda uchib, radarlar uchun deyarli ko'rinmas bo'lib qoladi. Vertolyot, tanklar va zirhli mashinalar va jonli kuchga qarshi aniq zarbalar beradi. Apache'larning eng xavfli tomoni shuki, ular kutilmagan joyda paydo bo'lib, qisqa vaqt ichida katta zarar yetkaza oladi. Dengizdagi xavfsizlik masalasida Harpun kemalarga qarshi raketalar Saudiya Arabistonining asosiy qurollaridan biri sanaladi. Bu raketalar dushman kemalarini uzoq masofadan aniqlab, past balandliklarda uchib borib zarba beradi. Qizil dengiz va Fors ko'rfazidagi strategik yo'llar aynan shu qurollar orqali himoya qilinadi. Artilleriya sohasida M109 o'zi yurar artilleriya tizimlari Saudiya quruqlik qo'shinlarining muhim tayanchidir. Bu tizimlar uzoq masofadan kuchli zarba berib, piyoda va zirhli bo'lmaganlarga yo'l ochib beradi. Bu qurolning eng katta ustunligi zarba bergach o'z joyini o'zgartira olishidir. Bu esa dushman qarshi zarbasidan qochishga imkon beradi. Xulosa qilib aytganda, Saudiya Arabistoni qurollari faqat son bilan emas, balki chuqur rejalashtirilgan tizim va texnologik ustunlik bilan ajralib turadi. Aynan shu omillar uni Yaqin Sharqdagi eng qo'rqinchli harbiy kuchlardan biriga aylantiradi.